من كلية الشريعة Turli millat, madaniyat va sivilizatsiyalar vakillarini birlashtirgan ushbu muhim ilmiy anjumanda ishtirok etayotganimdan juda mamnunman. Bugunning dolzarb savoliga kelsak, din masalalarida asosiy mezon naqlmi yoki aqlmi? Muhaqqiq olimlar fikriga ko'ra, din va ibodat masalalarida asosiy manba sahih naql, ya'ni Qur'on va ishonchli sunnatdir. Aqlning vazifasi esa matnni tushunish va uni hayotga tatbiq etishga yordam berishdan iborat. Ammo aqlni birinchi manba deb hisoblash ilohiy manhajdan ancha uzoqlashishga olib keladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh biladi, sizlar esa bilmaysizlar degan. Yana bir oyatda sizlar yaxshiroq bilasizlarmi yoki Allohmi deb marhamat qilgan. Demak, ibodat va diniy hayotda asosiy manba avvalo naql bo'lib, undan keyin aql ko'rsatuvchi va tushunishga yordam beruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Aqlni naqldan ustun qo'yganlar esa to'g'ri yo'lda emaslar. Islom dini va uning tafsir, hadis, fiqh kabi ilmlarida arab bo'lmagan xalqlar, jumladan Mo'g'run Nahr olimlari juda katta xizmat qilganlar. Islom olami bu haqiqatni e'tirof etadi. Masalan, hadis ilmini oladigan bo'lsak, hadis ilmining amri deb e'tirof etilgan Imom Buxoriy Buxorodan yetishib chiqqan buyuk allomadir. Imom Termiziy Termizdan, Imom Nasafiy esa Nasaf shahridan chiqqan. Dunyo olimlari Mo'g'run Nahr allomalarining ilmiy maqomi va islom sivilizatsiyasini barpo etishdagi ulkan hissasini juda yuksak qadrlaydilar. Musulmon olimlarning mazkur ilmiy anjumandagi ishtiroki bir jihatdan ana shu buyuk allomalarga bo'lgan ehtirom va e'tirof ifodasi sifatida baholanishi ham o'rinlidir. Alloh taolo Mo'g'run Nahr zaminidan shunday buyuk allomalarni yetishtirdi, ularga ilm va ma'rifat ato etdi. Ular esa butun dunyoga xizmat qildilar. Alloh barchangizni yaxshilik bilan mukofotlasin. الإنسانية جمعاء.